atigi 2 dona mahsulot bilan hozirgi ob-havoda yuzlari kelisha olmay tirishib yurgan chiroylilar. Qani yaqinroq kelinglarchi. Sizlarga teppa-tekinga krem retseptini o'rgatib qo'yaman. Ko'rib turganingiz aloe vera E vitaminli kapsula. Bor yo'g'i ikkalasidan hozir ko'z o'ngingizda mo'jiza yaratamiz. Qarab turing. Bu massa kechki uyqu oldidan yuzingizga surib yotganingizda, ertalab turganingizda yuzlaringiz wow effektini beradi, ishoning. Bir martada natijasini sezasiz. Ishonmayapsizmi? Unda tayyorlashga kirishing. Qanaqa natija ko'rganingizni kommentlarda yozib ketishi esingizdan chiqazmang. Chunki hamma qatori bizada ham bo'ladigan o'sha Ilhom aka bilan G'ayrat aka ba'zan bizani ham tashlab ketadi-da. Shunaqa vaqt sizlarni yaxshi o'tizinglardan energiya olib, yana sizlarga shunaqa chiroyli videolar ulashga harakat qilamiz. Keyin bu kremingiz emas, menga bunaqa foydali narsangizdan ko'ra yaxshiroq o'zingiz tayyorlaydigan, ishonchli, juda ham quruq yuzlarni chuqur namlantiradigan narsangiz bo'lsa, o'shani ayting desangiz, bunaqasi ham bor. Kremni holatini ko'rdingizmi? Birinchi marta tayyorlaganimda bilasizmi nima deganman? Yo tavba, qaymoqga o'xshaydi deganman. Siz ham o'xshatdingizmi? Bu kremni yana bitta afzalli taraflaridan bittasi juda ham quruq yuzlarni chuqur namlantiribgina qolmay, tarkibidagi C vitamini bilan sizlarning yuzinglarni oqartirib, yaltiratib beradi. Bir marta olib ishlatib, opaga o'xshab yuzinglarga mahliyo bo'lib o'tirasizlar. O'sha gap onlayn